Mustaqil ish mavzumizda 3 fazalik fazal o'tirli asinxron mashinani yuklama orqali va tezligini qarshilik orqali boshqarish va moment bergandagi tezlikning o'zgarishi, kosinusini o'zgarishini kuzatamiz. Bunda yulduz ulangan holatda motorimizni ishga tushiramiz. Yulduz holat uladik va qarshilik orqali boshqargani uni fazalariga kuchlanishlar bera oldik. Va birinchilikda ishga tushiramiz. Tezligimizdan kosinusda dastlabki holatda turibdi. Motorni ishga tushirdik. Bu motorni maksimal aylanish tezligi 1340. Agar qarshilikni 0 ga olib boradigan bo'lsa, qarshilik deyarli yo'q bo'lsa, qisqartirishgan holatda maksimal tezligida aylanadi. Qarshilikni oshirib boradigan bo'lsak, bunda tezligi kamayib boradi borgan sari. Tezlikni 1300 ga to'g'rilab turib, bunda momentni tekshirib ko'ramiz. Momentni dastlabki holatdagina kosinusning o'zgarishi va tezlikning o'zgarishiga bog'liqligini ko'ramiz. Bu orqali tezlikni momentga bog'liq grafik quriladi. Momentni o'chish boshladi. Bunday tormozlagandagi olingan natijalar o'sha jadval asosida grafik qurilib, natijalar olinadi. Bunda o'sha 3 fazalik fazal o'tirli motorimizni cho'lg'imlar orqali qarshiliklarni o'zgartirish orqali tezligini rostlash va yuklama berish orqali tormozlash, uni tezligini kamayishini o'sha momentga bog'liq grafik quriladi.